Любой o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Любой o'g'il bola. So'nchi sharoiting yo'ligidan qo'ling kalta bo'lib qolishi mumkin. O'zing xohlagan, o'zing qilish xohlagan ishlarni qila olmay qolishi mumkin. Masalan, qizing bilan gaplashasan. Qizing telefon qilib aytadi sizga, "Qarochi, menga suvchi jo'nating, tezroq yuzligilarni jo'nating, birga bo'laylik u yoq bu yoq." U so'ramaydi u qiz, kallasi ishlamaydi. U mana bu bolada sharoit bormi, yo'qmi? U bola xohlaydi, rostdan uylanish xohlaydi u qizga, lekin sharoit yo'q. Eng qizig'i erkak kishi aytolmaydi dardini. Voy, meni pulim yo'q deb aytolmaydi. Cho'zsanmi, sabr qilib. U tushunmaydi. Boshqasiga deyib ketadi, boshqalar ana bola bechara sinib qolib ketadi-da. Eng zo'ri shu. Любой o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Yaxshi ko'rgan narsasiga erisha olmaydi. O'zi xohlagan narsasiga erisha olmay qoladi. Eng yomoni mana shu yuragida turadi bu narsa. Aytolmaydi hech kimga. Voy, faqat Allohga aytoladi-da. Shuning uchun nima ham deymiz? Alloh hammamiz mushkulimizni oson qilsin. Buni tushunish kerak. O'g'il bolaning dardini faqat o'g'il bola tushunadi. Bu oddiy bolalarga tegishli, yani adasi boylani yoki adasi qilib qo'yganlar emas. Oddiy ko'chada yurgan, prosta o'zimizga o'xshagan bolalarga tegishli. Erkak kishini sharoit yo'liga sindiradi.